Agar Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsang, mana bu 4 ta narsani tark etishing kerak. Birinchisi xavotir olish. Xavotir bu muammolarga sig'inishdir. Duo qilish esa muammoni Xudoga topshirishdir. Xudo bizdan barcha g'am tashvishlarimizni unga topshirishimizni va hech narsadan xavotir olmasligimizni xohlaydi, chunki u bizni o'ylaydi. 2. O'zingiz haqingizda salbiy gapirish. Hayot va o'lim til qudratidadir. Siz aytgan so'zlaringiz kim bo'lishingizni shakllantiradi. Shuning uchun hayotingiz ustidan mag'lubiyat e'lon qilishni to'xtating. Siz o'zingiz haqingizda gapirgan har bir so'zingiz bu hayotda kim bo'lishingizni shakllantiradi. 3. Qo'rquvni sizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. Shayton yolg'on gapiradi. Xudo sizga qo'rquv ruhini bermagan. Qo'rquv va shubha bu dushman ekkan urug'lar. Ular sizni Xudo xohlagan inson bo'lishingizdan to'xtatish uchun xizmat qiladi. Bitta narsani yodda tuting. Xudo doimo yoningizda. Shunday ekan nimadan qo'rqyapsiz? 4. Odamlarga yoqishga urinishni to'xtating. Qarorlarni boshqalar nima deb o'ylashiga qarab qabul qilishni bas qiling. Siz Xudo bilan yurganingizda hamma ham siz bilan rozi bo'lmaydi. Chunki siz dunyoni emas, balki uning nazariga to'g'ri keladiganini tanlayapsiz. Shuning uchun odamlarga emas, Xudoga yoqishga e'tibor qarating.